Ana Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Men gapiryman. Bundan 3 yil burun rosa qattiq og'rib qolgandim. Ro'za kunlarida 9-kunlari, ro'zani 9-kunlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz tushlarimga kirib uxlab yotganimda bosh tomonida ikkita chiroyli qizlar turing sizni payg'ambarimiz ko'rgani keldi deb uyg'otganda tushimda yugurib chiqsam darvozamizda turgan ekan. Keyin payg'ambarimizga salom beraman deb imo bilan salom berayotgan vaqtimda qizlarning bittasi qo'lida sivishniy yog' bilan zaytun yog'ini mevasi olib kelib shularni yeysiz ekan, yaxshi bo'lib qolasiz ekan deb gapirishdi. Shun bilan keyin yana uxlab qolsam tushimda qizlarning bittasi ko'p uxlashingiz kerak ekan, dam olishingiz kerak ekan, payg'ambarimiz shunaqa dedi, charchagan dedi. Endi bu tushni ma'nosini rosa uzoq ko'p o'ylab yurardim. Orada shuncha yil o'tib Instagramda Jamshid aka deb doktorni ko'rib qolib kuzatib Jamshid akani oldiga keldim. Toshkentga igna terapiya olayotgan vaqtimda shu 6-kuni igna terapiya vaqtida uxlab qolgan ekanman. 5 minutlar orasida ko'rayotgan tushimi davomi katta asfalt ekan, juda katta trassa, yo'l yoriq, hamma yo'l yoriq. O'zim ham yosh ekanman, trotvalda ketyapman, to'g'ridan Jamshid aka, yosh ekan Jamshid aka ham, oldida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz yo'llarda kelyapti. Bugun siznikiga mehmon keladi, sizni kuting, 1-2 kun ichida mehmon keladi dedi. Kim keladi desam, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam keladi sizni ko'rgani. Kutib turing dedi. Shunda cho'chib bo'lgandim. Qarsam igna terapiya olib o'tirgan ekanman. Shu 5 minut ichida ko'rgan tushim. Allohga behisob hamd sanolar bo'lsin. Ko'rgan tushlarimdan xursandman. Dardlarimizga Alloh shifoi komil bersin. Allohumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultanik. Parvardigorim, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu anna anta Alloh la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allohim